Assalomu alaykum baliq ov ishqibozlari. Bugun mana ozgina vaqtim bo'lib qolgandi. Mana shu joyga keldim o'qigani. Xo'p. Joyimiz chiroyli. Aslavnoy bu yerda karas balig'i bilan marinka yaxshi hozirgi paytda. Kunlar isiganda, yoz mavsumlarida sazan, ilonbosh, laqqa baliq ko'p. Qani bugun bir omadimni sinab ko'raman. Ushlasam, xudo xolasa chiqayotgan mahallini ko'rsatishga harakat qilaman. Kuzatib boringlar. Agar ovlarimiz yoqsa, like bosinglar. Bo'lmasa boshladik ovimizni. Hoppa. Do'stlar, pochon ochildi mana. Xudo xolasa natija bor. Yomon bas. Chiroyli marinka ekan mana. Hali yosh ekan. Buni qo'yib yuboramiz. Yashasin. Do'stlar, mana poplavoyimizni tortyapti mashina. Opa. Mana yana bitta natija. Xo'p, yomon bas. Bu ham cho'tki ekan. Chiq. Zo'rilashibdi amma. Opa. Mana do'stlar, juda ham chiroyli. Bu marinka bas bu lekin bilmadim buni qanaqa baliqligini. Ovimiz davom etyapti. Boshqalarimiz ham juda ajoyib tortyapti. Hasha yoqib kelyapti. Hoppali. Oh. Do'stlar. Oh, narmannigi chiqdi-yu. Narmannigi. Zo'r. Hozir ko'rsataman. Mana do'stlar, cho'tkisi chiqdi. Natijalar bo'lyapti, yomon bas. Narmanli. Xo'p, ovimiz davom etyapti. Bilmadim endi bu qanaqa baliq, marinkaga o'xshar ekan, lekin marinka bas. O'tlashtirib olyapti. O ana yana.
bitta hozirgidan. Mana do'stlar, hozirgidan endi bu ham mayda ekan. Buni ham qo'yib yuboramiz. O'tlarga o'ralashib qolyapti. Nimadir bor mana yana. Ko'ryapsizlar mana. Yaxshi olyapti. Ancha baliqlar aktiv bo'lib qopti. Hop, sekin avaylab chiqarib olamiz. Mana do'stlar, yana bitta shunaqangi kichikroqi. Buni ham qo'yib olamiz. Do'stlar, mana shu joyda o'qildim. Bilmayman, bir 6-7 ta ushladim. Maydaroqlarni tashlab yubordim. Ko'rdilaring. Endi buni ham qo'yib yubormoqchiman hozir. Bilmayman, kattarog'idan ikkitasini tashlab qo'ygandim. Ko'ramiz hozir. Hop. Teshiklardan o'zi bitta kichikroq bordi, chiqib ketibdi. Mana. Qanaqa baliqligini bilolmadim. Bilganlar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Bularni ham qo'yib yuboramiz. Bunisi ham juda ham qonni semiz ekan, bilmadim. Ichida ikirasi bo'lsa kerak deb o'yladim. Buni ham qo'yib yuboramiz. Xo'p, endi joyni o'zgartiramiz. Boshqa ikkita joyim bor. Shu joyga o'tib harakat qilib ko'ramiz. Bo'lmasa bizni kuzatib boringlar. Bu joylar ko'lab yoribdi. Endi yana bir 15-20 kunlardan keyin ancha yaxshi bo'lib qolsa kerak bu yerda ham u. Hozir suv loyqa. Mana bu tomon tiniqligini hisobiga baliq chiqdi. Kuzatib boringlar.